Assalomu alaykum barchaga. Bugungi video roligimiz orqali Kaizen tizimini kichkina bir bo'lagi haqida gaplashib o'tmoqchiman. Mavzudan ko'rib turganingizdek, demak, Kaizen tizimida biznesdagi barcha ishlarni tartibga solish, ya'ni optimallashtirish orqali samaradorlikka erishish haqida bugun qisqacha gaplashib o'tgan bo'lamiz. Kaizen tizimini chuqurroq o'rganganim sari men shu narsaga amin bo'lyapmanki, o'zim ishlab amaliyotda ko'rgan juda ko'p muammoli vaziyatlarga ajoyib yechimlar Kaizen tizimida berilgan. Ya'niki bu shunchaki bir falsafiy yoki oldi qochdi gaplar emas, ya'niki aniq-tiniq bizda o'sha matematik qadamlar berilgan holatlar juda ko'p. Bugun mana shuni kichkina bir bo'lagini sizga tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, Kaizen bu Yaponiyada rivojlangan, ya'niki bilamiz, bu o'sha Toyota kompaniyasining rivojlanish bosqichlarida bir tuzib chiqilgan tizim sifatida ko'rsak bo'ladi. Demak, uzluksiz doimiy ravishda yaxshilanib borishni ifoda etadigan bir tizim. Demak, bu tizimda ish jarayonlarini tahlil qilish, e'tibor beramiz, tahlil qilish va undagi chiqindi. Bu yerda chiqindi so'zi bizni ishlab chiqarishimizdagi masalan deylik, o'sha braklarni faqatgina nazarda tutayotgani yo'q, ya'ni qiymat yaratmaydigan faoliyat. Bu faqatgina braklar emas, balki o'sha to'xtab qolingan vaqt yoki stanokdagi to'xtab qolishlar, ishchilarning holatiga demak salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlar va hokazo juda katta bir holatlarni o'zida qamrab oluvchi tushuncha sifatida ko'rish kerak. Buni aslida 7 ta tipik chiqindiga bo'lingan. Mana shuni bugun birinchisini ko'rib o'tgan bo'lamiz. Demak, Kaizen bu umumiy ma'no jihatidan mana doimiy rivojlanib borishni, ya'ni takomillashtirib borishni ifodalaydigan bir so'z. Kai va Zen so'zlarini yig'indi sifatida ko'rish mumkin. Asosiy mana bugun ko'radigan mavzuyimiz Kaizendagi 7 tipik chiqindi va ularning birinchisi ortiqcha ishlab chiqarish. Ya'ni ortiqcha ishlab chiqarish bilamiz, bu ana shu umumiy mohiyat jihatda mana mijoz yoki keyingi jarayon hali mahsulot so'ramay turib mahsulotni tayyorlab qo'yish. Ya'ni bu narsa mijozga kerak emas. Keragidan ortiq miqdorda mahsulot masalan ishlab chiqarish nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ishlab chiqarib qo'yilgan yoki savdo nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, omborga bir qancha ana shu bir turdagi mahsulotlarni bosib taxlab qo'yilgan, lekin mijozlarda bunda so'rov yo'q, ya'ni talab yo'q. Va shu bilan birga bir necha bosqichli ishlab chiqarish jarayonlarida ham masalan birinchi etapda juda ko'p miqdordagi deylik yarim tayyor mahsulotni ishlab chiqarib qo'yilishi ana shu joyda bu narsani turib qolishga olib keladi. Ya'ni keyingi bosqichda o'zi yetarlicha ana shu yarim tayyor mahsulot o'zi ishlab turibdi, lekin biz aniq bir qanaqadir matematikaga asoslanmagan holatda bu narsani ishlab chiqarib qo'yyapmiz. Bu ya'ni samaradorlikni pasayishiga olib keluvchi eng katta omillardan biri hisoblanadi. Endi nima oqibatlarga sabab bo'ladi biz keragidan ortiqcha demak mahsulotlarni ishlab chiqarib qo'yishimiz? Birinchisi, omborda mahsulotlar to'planib qoladi. Bu albatta o'sha mahsulotlarni omborda joylarini band qilib qo'yishi, qo'pol qilib aytganda bu bardaklikka olib keladi. Va ikkinchisi, ana shu biz ishlab chiqarib qo'ygan yoki xarid qilib qo'ygan mahsulotlarimiz buzilishi va eskirishi yuzaga keladi. Hamma ishlab chiqarishda har xil, demak o'zini korxona nuqtai nazaridan qaraganda bu narsa demak mana ko'rib turganingizdek ayniydigan mahsulotlar bo'lishi mumkin yoki qandaydir bir zanglaydigan yoki buzilib qoladigan mahsulotlar demak omborda turgani sari, qancha ko'p turgani sari demak u o'z xususiyatlarini yo'qotib borishni boshlaydi va tabiiyki bu mahsulotni narxini tushishiga va shu bilan birga bunga mahsulotga bo'lgan talabni yoki o'sha ishonchni yo'qotishiga olib keladi. Va eng asosiy masala, muammoli vaziyat bu bizni moliyaviy resurslarimiz muzlab turib qolishi. Tasavvur qiling, katta ishlab chiqarish umuman partiyalar nuqtai nazaridan qaraganda bu narsa to'planib juda katta bizni moliyaviy pullarimizni ana shu joyda cho'kib qolishiga sabab bo'ladi. Agar bu biz pullarimizni boshqa faoliyatga yoki boshqa mahsulot ishlab chiqarishga sarflaganimizda bu tabiiyki yana ana shu bilamiz, bu pul biznesni qoni, u qancha tez aylangani sari bizga ko'proq foyda olib keladi. Ya'niki sog'lom bo'ladi biznes va tabiiyki shu natijasida bizni moliyaviy natijamiz, ya'niki yakuniy foydamiz ko'p bo'lishiga bu narsa sabab bo'ladi.
ana shu narsaga to'siq bo'luvchi omillardan biri deb qarash mumkin. Ya'ni mahsulotlarni ortiqcha ishlab chiqarib qo'yilishini. Endi bunga yechim sifatida keling nimalarni ko'rsatishimiz mumkin. Demak, Kaizen tizimiga ko'ra bu narsani just in time deydi, ya'ni vaqtida ishlab chiqarish va aniq buyurtmalar yoki avvalgi statistik ma'lumotlarga asoslanish orqali mahsulotlarimizni to'g'ri kontrol qilish. Ya'ni ishlab chiqarish nuqtai nazaridan ko'proq gapiryapmiz. O'zi Kaizen tizimini asosi ham mana shu ishlab chiqarish, bevosita ishlab chiqarishga bog'liq bo'lganligi uchun, demak, biz aniq moliyaviy tahlillarga asoslanishimiz kerak bo'ladi. Ya'niki biz istoriyani ko'ramiz, bozorni o'rganamiz va mijozlar bilan aloqalar, bu yerda juda ko'p bo'lgan parallel chiziqlarni birlashtirishimiz kerak bo'ladi biz. Va bunga yana bir biz moliyachi bo'lganligimiz uchun moliyaviy tahlil, FNS tahlilini ko'rish mumkin. Bu umumiy biz ko'rayotgan tahlillardan bittasi faqatgina. Bundan tashqari bizga bir nechta turdagi o'sha bizni tilda aytganda bu materialniy отчетlarimiz yoki masalan ABC, o'sha XYZ va shunga o'xshash tahlillarimizni biz bitta nuqtada jamlay olishimiz kerak. Buning uchun demak biz doimiy ravishda bu narsalarni tahlilini nazorat qilib, albatta bu narsani aniq bir matematik qolipga tushira olmaymiz, lekin mana shunaqa tahlillar orqali biz birmuncha to'g'ri qarorlar qabul qilishimiz mumkin. FNS tahlili bu ajoyib tahlil usuli, ya'niki fast, normal, slow, ya'niki mahsulotlarni omborda qancha muddat turib qolishini tahlil qiluvchi, demak, o'lchovlardan biri sifatida ko'rsak bo'ladi. Xudo xolasa keyingi video darslarimizda bu tahlillarga ham alohida to'xtalib o'tishga harakat qilamiz, ya'niki aniq misollar yordamida bu narsani ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Asosiy e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan, demak, jihat bu o'sha biz ko'rgan mana ortiqcha ishlab chiqarish, demak, bu birinchi tipik chiqindi va keyingi video darslarda demak, qolgan 6 ta tipik chiqindilar haqida ham to'xtalib o'tamiz. Eng muhimlaridan bo'lgan bu narsa, biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan, demak, ortiqcha ishlab chiqarish juda katta bizning moliyaviy natijalarimizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tipik chiqindilardan biri hisoblanadi. Buguncha sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Kaizen tizimini o'zingiz chuqurroq internetdan ham qarab bu narsani kitoblardan olib o'rganishga harakat qiling va o'zingizni biznes jarayonlaringizga, amaliyotingizga bu narsani qo'llashni boshlang. Aniq tiniq kamida 2, 3, 4 va hokazo karra o'sishingizga bu narsa kafolat bo'ladi. Chunki men o'zimning amaliyotlarimda bu narsani sinab ko'rganligim uchun aytayapman. Albatta bu narsani demak o'sha Kaizen bilimlarini sinash orqali demak yuzaga chiqarsak bo'ladi. Buguncha shular. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.